Xabaringiz bor, yurtimiz hududlarida jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiber jinoyatlar hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda poytaxt tajribasi bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda. Bu jarayonda asosiy urg'u jinoyat va huquqbuzarliklarga sabab bo'layotgan omillarni chuqur tahlil qilish, ularning ildizini bartaraf etishga qaratilgan. Mavzuni Xorazm viloyati misolida davom ettiramiz. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan Urganch aqlli shahar tizimi amaliyotga joriy etildi. Ayniqsa bunda AI patrul modulini aholi tinchlik va osoyishtaligi ta'minlanishida alohida e'tirof etish lozim. Bugungi kunda shaharda 160 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Tizim yordamida fuqarolar murojaatlari va intellektual kameralardan olingan vaziyatlar tahlil qilinib, huquqbuzarliklar sodir etilishi xavfi yuqori bo'lgan hududlar bo'yicha aniq vaqtda lokatsiya bilan shaharning elektron xaritasi ishlab chiqilmoqda. Sun'iy intellekt mas'ullarga qilinishi lozim bo'lgan ishlarni tavsiyaviy tarzda taqdim etadi. Buning uchun 1174 ta hududga kamera ogohlantiruvchi mayokcha, ovoz kuchaytirgich, mikrofon, 641 ta ko'cha va jamoat joylariga tashvish tugmalari o'rnatilgan. AI dronlar yordamida huquqbuzarliklar sodir etilishi ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarda patrulliklar amalga oshirilib, xavf aniqlansa 102 markaziga va avtopatrulga video uzatib, patrul post xizmat xodimlariga qanday harakatlanish borasida sun'iy intellekt orqali tavsiyalar beriladi. Diqqat! Janjal qayd etildi. Vaziyat tahlil qilindi. Muhtaram prezidentimiz aytganidek, innovatsion patrullik moduli yaratilgan. Oldinlari masalan faqat sodir qilingan jinoyatlar tahlil qilib, ulardan takrorlanmasligini harakatida bo'lgan bo'lsak, endi 102 tizimiga kelgan barcha murojaatlar jinoyat alomati bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham hammasi tahlil qilingan holatda sun'iy intellekt bizlarga manzilli tavsiyalarni beryapti. Misol uchun, Urganch shahrida 100 dan ortiq joyga chaqiruv tugmasini qo'yish, 24 ta joyga aqlli kameralarni o'rnatish, 72 ta chorrahaga aqlli svetoforlar o'rnatish hamda shahardan kirish-chiqish joylariga 16 ta kameralarni o'rnatishni tavsiyasini bergan. Urganch shahrida 40 ta mahalla bor. Mana shu mahallalarga 6 ta tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari biriktirilgan. Ular tinchlik, osoyishtalikni ta'minlashda o'zlarining hissalarini qo'shishadi. Mana shunday so'z tugmalari o'rnatilgan 112 ta. Biz hozir sinab ko'ramiz, qanchalik tezkorlikda mana shu xodimlar harakatlanib yetib kelisha olar ekanlar. Mana knopkani bosamiz, tugmani bosdik va startni beramiz. Hozir endi sinab ko'ramiz, qancha daqiqada xodimlar manzilga yetib kela olishadi. Xizmatdan serjantga 3 daqiqaga yaqinlashib qolganini ko'rsatyapti. Ma'lumot o'rnida Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari masofani uzoqligi va tirbandliklarni inobatga olgan holda 5 daqiqagacha voqea joyiga yetib borishadi. Urganch shahar hududida 40 ta mahalla bo'lib, aholiga hujum bo'lgan hududlarda 112 ta so'z chaqiruv usullari o'rnatilgan. Bunda asosiy maqsad kelib chiqishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni oldini olish. Shahar hududida 793 ta ko'p qavatli aholi yashash binolari joylashgan bo'lib, shulardan 342 tasining kirish yo'laklariga tashvish tugmalari o'rnatilib, aholining xavfsizligi ta'minlanmoqda. Urganch shahrida kuch va vositalarni boshqarishning mutlaqo yangi tizimi joriy etildi. Endi patrul post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika xizmatlari tunu kun 3 smenali xizmat rejimiga o'tkazilib, shaxsiy tarkibning kamida 70% soat 17:00 dan tungi 3:00 gacha mahallalarda xizmat olib bormoqda. Patrul post xizmati xodimlarining xizmat faoliyati 2 bosqichli tizimdan 3 bosqichli tizimga o'tkazilib, hozirda har bir bosqichdagi xodimlar Urganch shahar hududining fuqarolar gavjum bo'ladigan joylariga taqsimlanib, ko'chalar, jamoat joylari, savdo obyektlari atroflarida jinoyatlarni oldini olish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Gulshan mahallasida 590 ta xonadonda 2600 nafar aholi istiqomat qiladi. Mazkur mahallada aqlli shahar loyihasining uzviy davomi sifatida mahalla 24 dasturi ishga tushirilgan. Bu esa o'z navbatida mahalla yettiligi faoliyati va murojaatlarda fuqarolarga qator qulayliklar yaratadi. Har qanday turdagi jinoyatga jazo muqarrar. Har bir mahallada huquqbuzarliklarning oldini olish ustuvor vazifa qilib belgilangan. Shunga asosan kriminoggen vaziyati og'ir qizil toifaga tushgan mahallalarda targ'ibot tadbirlari olib borilib, sayyor sud jarayonlari an'anaviy sud zallarida emas, mahallalarga tushgan holda amalga oshirilmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumanida olib borilayotgan tajriba bo'yicha hozirgi kunda Urganch shahrida 40 ta mahallaga 40 ta viloyat ichki ishlar boshqarmasidan mas'ul xodimlar taqsimlanib, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha
tegishli ishlar olib borib turibdi. E'tiborli tomoni Chilonzor tajribasi asosida ichki ishlar organlari xodimlari, umumta'lim maktablarining soqchi qorovullari, haydovchilikka tayyorlovchi ta'lim muassasalari vakillari hamda vatanparvar tashkiloti mutaxassislari ishtirokida bolalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan hamkorlik memorandumi imzolandi. Jinoyatchilikka qarshi kurashda mahalla kesimida aniq mas'uliyat, tezkorlik va samaradorlikni ta'minlaydigan yangi tizim Chilonzor tajribasini barcha hududlarda to'liq joriy etish orqali aholi tinchligi va jamoat xavfsizligini ishonchli ta'minlashga erishish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.